Bizning muhabbet babidagi barliq tasavvurlarimiz va madiylarimiz vatan degan birli so'zga mujassamlangan. Chunki bizning har bir tiniqimizga vatanning, el yurtning hidi yo'g'rilib ketgan. Biz uchun arzimas ko'rinadigan bir zarra chang, muhojir vatandoshlarimiz uchun bir zarra nurdir. Qadrli ko'rman do'stlar, bugungi programmamizda biz yozuvchi Tursun Yunus xonimning Şinjan Xalq Nashriyati tarafidan nashr qilingan vatanparvarlik melodiyasi bo'lgan Vatan So'ygisi romani haqida suhbatlashishni loyiq topdim. Men suhbatni boshlashdan avval 8-bor Xalqaro ayollar bayramini qizg'in tabriklayman. Bugungi suhbatimizga ikki aziz mehmon qadar tashrif qildi. Bular Vatan So'ygisi nomli romanning muallifi Tursun Yunus xonim. Şinjan Xalq Nashriyatining kandidat oliy muharriri Gulbahor Ahad xonim. O'zingizni Bunu bəxtli his qılamsınız. Muş yarıyanda oyluğanlarımın həmmisi mening muş ədəbi icadiyyətimə zor. Əsərdə yoritılğan tema yeni. Tursunayada həm də şu ədəbi icadiyyət bilan şug'ullanganligingiz uchun o'zingizni to'liq bəxtli his qılamsınız. Shundaq. Ben kichik vaqtimdan tartib she'r, qo'shiq, kitob o'qishga amroq edim. Ham Qashqarda nayti maddalar so'zlab turadigan qo'shiqlar aytilib turadigan nurg'un so'rinlarda shunday mashrablar bo'lib turadigan shaharda o'sganligim uchun adabiyotning kichkina urug'i qalbimda edi. Shuning bilan Şinjan institutiga kelgan vaqtlarimda bo'lsin, shu adabiy ijodiyat haqida nurg'un kitoblarni o'qigan. 80-yili Urumchikashlik kelish bilan o'zimning baxtli kunlarim boshlandi. 81-yildan tortib ham kashlik gazeti muxbir, ham o'zim qo'lim qalam elib hikoya, povest, romanlarni yozishga musharraf bo'ldim. Hozirgacha o'zimni eng baxtli sanaydiganim, garchi adabiyot fakultetida o'qimagan bo'lsam-mu, o'zimning shu adabiyot sohasidagi bilimim ancha zo'r bo'lmasa-mu, turmushni tushunish, xalqning qalbidagi ahvozlarni tushunish va tilaklarni tushunish yuzasidan yozgan kitoblarim xalq ommasiga yuz ko'rishdi. Buning uchun intayin xursandman. Undaqda shu adabiy ijodiyatdan shug'ullanishdan iborat bu xil baxt sizga qanday nasib bo'lgan? Men 1959-yili Şinjan institutiga kelgan vaqtimda adabiyot fakultetida o'qiyman desam, san'at fakultetida qabul qilindim. Shuning bilan san'at fakultetida o'qib, usul artisti bo'ldim. Keyin meni sotsialistik tarbiya xizmatiga avatdi. 80-yillar qaytib kelgan vaqtimda meni bir Urumchidagi dangliq ipak mal do'koniga prikaz chiqib tushiribdi. Bunun o'z vaqtida o'kindim. Bu yerdagi ömrüm 16 yil o'tib ketdi. Mush jarayonda o'ylaganlarimning hammasi mening mush adabiy ijodiyatimga zo'r turtki bo'ldi. Shu jarayonda xalqningki ahvozlarini, jamiyatni, turmushni, töven tabaqalar bilan yuqordagilarni, ziyolilar bilan ishchilarning orasidagi nurg'un narsani tushunib ketdim. Ki o'ylab baxsam bu garchi menga shu vaqt eg'ir kelgan bo'lsa-mu, hayotning har bir daqiqalaridagi har bir inchki vositalarni o'rganish fursatim bo'ldi deb o'zim xursand bo'ldim. Shuning bilan adabiy ijodiyatga mo'l tajriba va mo'l vaqalar menga nasib bo'ldi. Mayli san'at kasbidan shug'ullanaylik, mayli adabiyot kasbidan shug'ullanaylik, ikisi bir-birini to'liqlaydigan fan endi. O'zingizning shundaq san'at kasbida o'qib qolganligingiz, xos adabiyot kasbi o'qiganligingiz uchun pushaymon qilmaydigansiz? Pushaymon qilmayman. Men o'yladimki, san'at insonlar orlanmaydigan bir fan ekan. Agar bir odam san'atni o'qib, keyin boshqa bir fanni o'qisa, u o'zgacha. Gerçi tabiiy fan o'qisa, san'atlik bir xil yashaydi ekan degan nisbatiga keldim. Ama ayni vaqtida buni his qilolmagan. Yosh, o'zim nurg'un narsalarni tushunmay. Hozir o'ylab baxsam, san'at insonga intayin zo'q berishlaydigan bir kasb ekan. Gulbahor har qanday bir asar nashriyatga topshirilganda cho'qim oniki nashriyatdagi tahrirlik halqalari bo'ladi. Asar nashriyatga topshirilgandan keyin shu asarni o'qib, bağlab, ondan chiqarish yoki chiqarmaslikni bekitadigan gap endi. Siz cho'g'anda mushu asarning qaysi taraflariga asosan sizlar bu romanni nashriyatda nashr qilish planini vujudga chiqardinglar? Bizmi asar o'qigan vaqtimizda, asarga baho bergan vaqtimizda voqelik uchunmi, turmushchilik bormi, voqelik qiziqarliqmi, tarbiya ahamiyati bormi, bozorligi bormi degandek mushlar nurg'un jihatlardan chiqish qilib asarga baho beramiz.
Men bu eserini işxanda vaqt chiqaramay uyga ekitib o'qidim. Uyga ekitib birinchi kun akşamı kechlik tamoqdan keyin asarni qo'limga ilib o'tirib bir o'qib ekanman. O'qigancha voqealik ichiga qiziqib kirib, shu bir o'tirishimda originalda 300 betga yaqin mazmunni o'qib tugitibdiman. Shuning bilan atsimi oldirdim bu ishtikirak o'qib tugitay deb. Atsimi o'yganim yana shunda qiziqish ichida bu asarni o'qib tugatdim. Bu asarning menga ta'sir qilgan yeri shu bo'ldiki, birinchisi asarda yoritilgan tema yangi. Onunda shu Sovet ittifoqiga ko'chib chiqib ketgan Uyg'urlarning kechmishlari yozilgan. Yana birisi bu asarningki voqealigi jiddiy. Ta'sirchanlik kuchlik, anki boshdan oxir izchillikka ega. Gerçi ommabop asar bo'lsa-mu, onunda oddiy bir dialog, oddiy bir voqealar orqali personajningki ishki moyitini qizishga olaydi kuch chiqarilgan. Endi yana bir tarafi har qaysi davrning olaydligi, davr ro'yi chin aks ettirilgan. Ana shu nuqtalardan men avtorningki oqniti pak ta'risingan bu asarni o'qirmanlarga tezroq yetkazishga oldirdim. Shu asarni qo'lga ilib bir yilning ichida o'qirmanlarga yetkazdik. Shu Vatan So'ygisi nomli romanninki ro'yobga chiqishida cho'qim ma'lum bir sabab bo'lsa kerak. Bu tema izchil davomlashib kelayotgan muqaddas tema. Biz vatanni shundoq sevib ketdik deb ko'z yoshlar to'xtamadi. Vatan So'ygisi nomli bu romanga qaraydigan bo'lsak, roman xeli cho'ng hajmli roman. Roman 3 qismdan tashkil topgan. Birinchi qismi Ansiz yillar, ikkinchi qismi Vatan So'ygisi, üçüncü qismi Tashlanliq o'tgan kunlar. 3 qismga bo'lingan, uning ustiga Uyg'ur adabiyoti uchun yangiroq bir tema bo'lgan. Shu Vatan So'ygisi nomli romanninki ro'yobga chiqishida cho'qim ma'lum bir sabab bo'lsa kerak. Unda bo'lganda Tursunayda siz qandaq bir omilning turkisida shu romanni yozishni o'ylab qoldingiz? Men 1989 yili 1990 yili ikki qitim Almata, Toshkentlarda ziyoratlarda bo'ldim. Shu yerdagi yozuvchilar, shoirlar, nurg'un vatandoshlar bilan uchrashdik. Hammasi shu asham ikkimizni kasaklar qadrlik yurtdoshim bir so'yib olsam, seni bir quchoqlasam deydi. Voy yo'q, biz unda so'yish quchoqlashlar yo'q desam, sizlarni so'ysak vatanni so'ygandek bo'lamiz. Sizni quchoqlasak vatanning hidi keladi, unda qilmanglar. Biz vatanni shundoq sevib ketdik deb ko'z yoshlar to'xtamadi. Qaytib kelgan keyin uzun yilgacha bu voqealar qalamdan zarilib ketmadi. Onun için biz sevdik bağa vaqtimizda nurg'un kishilarni ko'rishsak, biz vatanni sevgandik, voy vatanni kessek bo'pti ekan deb shundoq so'zlasam, men ichimda bularning turmush bizda yaxshi ekan. Aslida birdan mashina, cho'ng uy, parvoylik, hamma turmush yaxshi. Ajab deb ketyotgandi deb tushunmabdi ekanman. Her bir adam o'z vatandan ayrilganda vatanning qadrini eng biladi ekan. Ular vatandan ayrilib, shu vaqtida vatanning qanchalik qudratli ekanligini, vatanning qanchalik illiq makon ekanligini tushunganligini uqdim. Shu ta'sirlar ostida o'zimning ixtiyorimga baxmay bu romanni yozib soldim. Kitobni yozayotgan vaqtimda shu kishilarning so'zlari esimga keldi. Shu kishilarning yig'izalarini quloqimga anglandi. Balkim menden de kabiliyetim yaxshi bo'lmag'achqa u narsani yaxshi yozolmagan bo'lishi mumkin. Ammo shu ko'rganlarimdan bir tomchi suv sundim deyalayman. Unda Gulbar Vatan So'ygisi nomli romanninki shu ideyasiga munosabatli uchurlar haqida o'ylaganlaringizni deb baqamsiz? Bo'ldi. Bu romanda davatimiz başdan oxir vatanparvarlik ideyasi singdirilgan. Bizning hozirgi zamon adiyotimizda bu tema izchil davomlashib kelayotgan muqaddas tema. Endi mening his qilishimcha bu asarda bu temaning ifodalanishidagi bir ustunlik nima deganda bu ustunlik bu asarda vatanparvarlik nihoyat cho'ng ishlarda dabdabilik, bundaq saltanatli ishlarda vujudga chiqadigan bir g'oyivona uqum bo'lib qolmagan. Balki avtor mushu ideyani ilgari surishda o'ziga xos bir ijodiy yo'lni tutib bu vatanparvarlikni konkret real turmushga qaytarib kirgan, ya'ni ijtimoiy axloq, kishilik turmushdagi hamma mohiyatli taraflarga kirgizgan. Bo'libmi shu chet eldagi Uyg'urlarning har kuni, har soat, har daqiqada vatanni seg'inishi, pushaymonlari, ahuzarlari naytdan
tasirlanib yozilgan. Anda mush avtorninki mushundaq bir hayot baxsh temini g'oyaviy dunyodan mush real dunyoga, real ijtimoiy hayotga akirib, adabiyotimizning keng sahnasida mushuni uchrashtirganligi meningcha mush romandagi muvaffaqiyatga chiqqan bir taraf. Shu yerdagi bu 3 ayol personajninki muhabbat tragediyasi odamni qattiq azoblaydi. Suyunadigan, ham ularning sharaf his qiladigan, menga unutilmaydigan, iftixorlik his qiladigan bir ish deb bilaman. Tursunayda asar bosh qahramoni Hasanjon, Mahmud Qari qatorliq bu shaxslarninki asarning 5 yillar biz bilan yuz ko'rishning o'zi bizningki shu 30-yillardagi vaziyat bo'lgan tushunchamizni, shunaqla vaziyat to'g'risidagi shu bahoyimizni aks ettirib ekan. Undan boshqa asardagi yana bir taraf personajlarning shu ayol personajlarning obrazini va xarakteristikasini yo'rtishga alohida kuchapsiz. Masalan, asardagi Oyim, Rayhon, Zulfiya qatorliq personajlarning alohidligini, xarakterini, obrazini yaxshi yoritibsiz. Endi bu personajlardan Rayhon bilan Oyim 30-yillarda shu boshqa o'zining qandoqlari qo'shib yaxshi chiqib qolgan. Undan keyin Zulfiya shu yerda tug'ildi. Uningki o'g'li Jurat shu Toshkentda tug'ildi endi. Lekin shu yerdagi bu 3 ayol personajninki muhabbat tragediyasi odamni qattiq azoblaydi. Oyimning beshig'i kelgan muhabbat tragediyasi Rayhonning beshig'i keladi. Rayhonning beshig'i kelgan muhabbat tragediyasi xuddi udum qolgandek Zulfiyaning beshig'i keladi endi. Unda qo'yanda siz mush personajlarninki shu muhabbat tragediyasi haqida to'xtalib baqamsiz. Bo'ldi. Oyim oddiy dehqon qizdi. Sodda, o'yliqi, mundaq birsiga qarshi turishni o'qimaydigan yaxshi qizdi. Endi u do'zga kelgandan qandaqdir u yerda kolxoz raisininki buzib qoldi. Shunlar uning nurg'un bo'mg'ir ishlarni qildi. Hatto bir ishqatim o'zining qizi Rayhon bu ishlarni ko'rib qolgan ekan. Bu ayol intayin azoblandi. Men agar mushundaq turmush oldida Hasanjonga qanday qarayman? Xalqning oldida qanday beshimni ko'tirman deb bu ayol intayin azoblanib, axir shu yerdagi yerlik ayollar shunday qiladi ekan. O'zi bir narsa uchrab qolsa, chidamaganda o'ziga birdan yo kirsini yiqib o'lib oladi ekan. Bu shu yo'lni tanladi. Undan keyin bu Rayhon endi bu apsdan keyin qoldi. Xuddi u kolxoz raisi shu oylik yepishib olgandek buningga yepishib oldi. Yepishib olganda Rayhon ojizlik qildi, biroq u apsning tajribasi. Apsning asar guzarishini o'ylagan keyin kolxoz raisiga o't javob berdi. Zulfiya to'y qildi, Toshkentda o'zidan birga o'qgan chiroyli yigit bilan xushal bo'ldi, baxtli his qildi, yurtga ketmoqchi bo'ldi. Shu oraliqda bular yigitningki ota-onasining qishig'i berib, chiroyli qaynab turib tazim qilib, yaxshi kunlarni o'tkazib, vaqt to'shib qilib Zulfiya qaytib keldi. Olmas dadasi og'rib qilib yerda qolib qoldi. Dadasining o'limini uzitib, baga vaqtda chegara etilib qoldi. Bularning 20 yil o'sha 30 yilga yaqin bularni hijron azobi tortdi. Demak, 3 ayolning vaqasi izchillik ega bo'lib ketdi. 3 avlod ashundaq zulm tortib ketdi. Men bu 3 ayolni 3 davrga bag'ishlagan bo'ldi. Har bir davr degan shunday ahvollar bo'lib keldi. Undaqda biz romandagi shu Sovet ittifoqining vatan urushi mezgilidagi Uyg'ur qiz yigitlarimizninki ahvoli shundaqla asardagi bir qism personajlarninki taqdiriga munosabatli qurlarni kitobdan o'qib ko'raylik. Romanning 188-189 betlarida asarninki bosh qahramoni Mahmud Qari bilan shu Moskvada ishlaydigan dаңлық olim Mavlon Xo'jayev o'tirishidagi bir kishini hayajon soladigan bir suhbat bor ekan, bir dialog bor ekan, shuni o'qib ko'raylik. Urush hamma odamning beshig'i bir ofatqo. Bo'libmi ikkinchi dunyo urushi insoniyat tarixidagi ko'lami eng zo'r. Qatnashgan odam soni eng jiq, chetildigan davlatlar eng ko'p, chiqim ig'ri bo'lgan urush bo'ldi. Bu gap Mavlon Xo'jayevning og'zidan beriladi. Yurt amonchiligi xalqning baxti. Agar sizlarning yurtda unda qalayimqanchiliklar, urush, talash, o't qo'yish, o'ltirish, chepishlar bo'lmagan bo'lsa, albatta xalq tinch, aman,
hamma odam o'z tirikchiligi bilan yashagan bo'ladi. Ikkinchi dunyo urush bo'lmagan bo'lsa, balkim biz xotirjam yashaydik. Bu urushda o'zbek, qozoq, uyg'ur qatorliq ko'p millat jangchilari ajoyib qahramonlik ko'rsatyapti. Men bir gazetdan bunday bir xabarni o'qidim. 200 ming Uyg'ur o'g'il qizlari jang otlanib tillari daston bo'g'idek sharaflarga erishgan. 5 nafar Uyg'ur jangchiga Sovet ittifoq qahramoni degan nom berilgan. Uyg'ur dehqonlari planni natijasi oshirib o'rlab to'p qo'shgan. Demak, Sovet ittifoqi o'zlarining millionlagan o'g'il qizlarini issiq qonlarini aqtirishi va qurbon berish hisobiga cho'qim hurlikni qo'lga keltirdi. Darvaqa urush shunday dahshatli, fojialik bo'ladi ekan. Onalarning ko'zidan oqqan yoshlar daryo bo'lib oqdi. Ammo bu urushda qahramonlik ko'rsatgan azmatlarmi ko'p. Sizlarmi, oilanglarmi shuning ichida qarindishim. Sizlar garchi bu yerga keyin kelgan bo'lsanglarmi, bu yerning sizlarga bergan yer, suv, ne'matlar uchun zo'r badal to'ladinglar. Ularning oqqan qonlari, qurbon bo'lgan jonlari hargizmi bekorga ketmaydi. Balki tarix sahifasida mangu qoladi. Mevlan G'o'jayev Moskvadagi xizmati shuncha aldirash bo'lsa-mu, Rayhonning dadasi bilan erining ish uchun bu ishga mas'ul harbiy komitet ko'p qatim berib, arxivdan izlab tepish qiladi qildi. Telefonlashib turdi. Urush oxirlashgan bo'lsa-mu, har qaysi frontlardagi jangchilarning arxivlarini aqtirish va ahvolni egilash qo'l tutadigan ko'p kuch sarf qilinadigan xizmat bo'lg'achqa, u 15 kun bo'lganda ondan Hasanjon bilan Abdurahmon Osmonovning ahvolini bilishga muyassar bo'ldi. Demek şu Sovet vatan urushida bizdinki nurg'un qiz yigitlarimiz Sovet hokimiyati uchun insonparvarlik uchun qurbon bo'lgan. Boy dedik, nurg'unlari har xil mukofotlarga, hurmatlarga nail bo'lgan 5 nafar Sovet ittifoq qahramoni maydonga keldi dedik. Bulardan biz misol qilib tövandagi kishilarimizning ismini so'yinish ilkidatiga olsak bo'ladi. Masalan, buning ichida Sulhiy Lutfulin, Masum Yaqubov qatorliqlarninki ish izlarimga oid gavdilikkan tarixda. Buning ichida Masum Yaqubov o'zi yolg'iz dushmanninki 18 tankisini bijit qiladi ekanda. O'zimi kim qurbon bo'ladi ekan. Bulardan boshqa yana Moskvani qo'g'dash urushidagi Shavkat degan kishining bizni oid hurmati bilan asarlar ekanmiz. O'zi yolg'iz Moskvani qo'g'dash urushida 50 nemis askerini o'ltirib bo'lgan degan oxirida quchoqlashib jang qilish jarayonida qurbon bo'ladi ekan. Uningdan boshqa shu Sovet ittifoqininki shu sharq shimoliga besib bergan Yapon alvaslarninki shu kanton armiyasini yo'qotishga kelgan qo'shinlar ichida bizning yana bir so'yimlik komissarimiz bor. Bu kishi Abdulla Baqiyev deyiladi ekan. Balkim bizning shu sharq shimolni Yapon alvaslarining qo'lidan ozod qilishda balkim shu Abdulla Baqiyevga o'xshash nurg'unlagan jangchilarimizning, yigitlarimizning qonlari aqqan bo'lishi mumkin. Ularning jasadlari shu yerga qolgan bo'lishi mumkin hamda. Demak, siz mushularni yozgan vaqtingizda men baydagan mushu materiallarga balkim ta'siringizni aqdigan bo'lishingiz mumkin hamda. Yuqorida aytgan mushu real shaxslarning to'pisini qanday qilib romanda aksar turishni o'ylab qoldingiz mayli. Hem bular o'ylaganim nima degan vaqtida biz qandaqli joyga borsak, biz bir Uyg'ur. Bizda ashundaq bir yurak bor ekan. O polkovnikmi deydi-ku. Bularda bir qahramonlikdan boshqa bir xil qaramliqim bor ekan deb. Bu ehtiyot qilaman desa urushda mumkin emas. Mushu ruh qandaq yetildi desa nurg'a odam yetilmaydi. Men nechun qurbon berishim kerak? Yashashim kerak desa, siz uni zo'rmaysiz. Uning uchun bular bizim minnatsiz. Hech qandaq bir odam zo'rlamagan, hech qandaq o'zligidan qilyapti bu ishni. Ixlosi bilan, Bu mana bizningki eng cho'ng darajadagi suyunadigan, ham ularning sharaf his qiladigan, menga unutilmaydigan, iftixorlik his qiladigan bir ish deb bilaman men. Ben bir material qarasam, shu oldingi saf frontida shu razvedchiklik xizmati ishlayotganlar ichida 2 AKN var ekan. Siz mush 2 AKN'ninki shu jangdagi shu razvedchilardagi shu alaylarni, ularning chevarligini, botirligini, Hasanjon obrazi mujassam deganda qilasiz. Endi bu 2 AKN'i shu razvedchiklar qo'shinining oldida mangadi ekan. Ularning bir qo'lidir avtomat bo'lsa, dumbisida Qashqar obi bor. Urushdan tushgan vaqtlarning o'zida shu jangchilarningki ko'ngli gara olib kelib ko'ngli ochadi ekan, ham usul o'ynab ko'ngli ochadi ekan, kayfiyatni tanishadi ekan. Bularningki qahramonlik izlari bu shu bir naiti tipik aldiki bir
material ekan buni asarda yaxshi aks ettiribsiz. Yana bu ikki aka inininki yana bir ulug' to'pisi meni tasvirlanlarga yeni bo'ldi. Ikki akani shu Sovet Qizil Armiyasi Berlinga hujum qilib kirgan vaqtning o'zida eng oldida yana shu qo'shinning oldida yana shu ikki akani kirdi ekan qarang. Oqibatda shu Reichstag binosiga hujum qilish jangida bular naiti martlarcha qurbon bo'ladi ekan. Mushki akfuninki shu timsoli shu Hasanjonda o'z qarani topganda qilib tursin ayda. Agar vaqalarni egalasak shu ustum roman bo'ladi. Endi men buni Hasanjonning ro'yiga mujassam Endi vatanning qadriga yetdim. Vatanning hidi suyi tuprog'i hamma nimasi biz uchun teboliqsiz qimmatli. Do'stim, bu qatim opam menga nima bo'yli deydimansan? Vatanning qadrini ifodalashdagi sehriy kuchi cheksiz bo'lgan. Ammo turmush reallik cheklisi bo'lmaydi. Unda Gulbar shu romanni tayyorlash davomida sizga eng ta'sir qilgan nuqtalar qaysi? Endi men ta'sir qilganlardan bir necha misolga olsam, baş personaj Mahmud Qari yurtida tenishsiz kunlar bo'lib ketdi emasmi? Bo'lgandan keyin o'sha Hasanjonlar bilan yana bir turkum odamlar bilan bular endi Erkashtamdan o'tiblam Sovet ittifoqiga chiqib ketmoqchi bo'ldim. Lekin bu Mahmud Qari onasiga buna demaydi. Boshqa yurtga ketdimiz deb aytmadi. Ana shunday ishindida Ankin bular shu chegaraga kelib yoshirincha o'tadigan chaqda onam shuni bilib qilib shu yerda shunchalik g'azab tashidi. Teshba o'g'li bilan shu birga manganlarning hammasini qo'shib vijdonni ishlab ketganlar deb tilaydi. Misadagi shu bir jumla so'zning shu yurtning, vatanning ulug'ligi, vatanning qadrini ifodalashdagi sehriy kuchi cheksiz bo'lgan. Bular menga ta'sir qildi. Uningdan boshqa yana personajlarning dialoglari orqali berilgan ba'zi ta'sirli bayonlar bor. Bu qadamda bir uchrab turdi. Masalan, bir personajninki ash ota-onamning tug'ilgan yurtiga mening muhabbatim cheksiz urg'ib turdi. Ash yurtni hamma kunlarning birida bir ko'rsam, ash orzuyimga yetkicha ash yurtdan bir odam kelib qolsa, men bir siqim to'pisini og'ash kelsa, ash to'pini bir yidlab olsam, ko'zlarimga surtib olsam, ash to'pini yenimga saqlasam deydigan bunday ta'sirli jumlalar bor. Bu taraflarimiz menga shunchalik ta'sir qildi, tayyorligini ishlash jarayonida shunchalik hayajonlanib ketdim men o'zim. Men bir yutqmangan kishiga aytdim, menga 2 kilo to'p og'ash kerak dedim. Agar men vafot bo'lib ketsam, go'rga qo'yganda oldida vatanning to'pisini to'kib, keyingi mavjudning to'pisini qo'ying deb vasiyat qildim deganda mening ko'zlarimdan yosh chiqib ketdi. Chunki o'lib ketdi, u ishini o'qimaydi, o'lib ketish kerak ekan, u ishini o'qimaydi. Ammo u odamda shu oxirgi depis qolgacha bo'lgan bir xil muhabbat Gulbar degandek ashunday. Mushqurlarni bir ko'rib boqaylik kitobdan, ha? Bo'ldi Zuhra, dedi Zulfiya. Buni talashmaydi. U yerlar qancha go'zal, qancha yaxshi bo'lsa-mu, u baribir sening tug'ilgan makoning emas. Sen bilmaysan. Vatandan ayrilgan kishi vatan qadrini haqiqiy tushunadi. Apam, yurtim, mahallam, u yerning suyi, tuprog'i deb so'zlasa, toza bilmabdi ekanman. Endi vatanning qadriga yetdim. Vatanning hidi suyi, tuprog'i hamma nimasi biz uchun teboliqsiz qimmatli ekan. Do'stim, bu qatim apam menga nima bo'yli deydimansan? Bir xalta to'pi bo'yli. Agar men Toshkentga yetqudek bo'lsam, vatanning to'pisini avval to'kib, ondan boshqa to'p to'kinglar, dedi. Yana bir do'stimning opasi uzoq yil bo'ldi, o'rnidan tura olmaydi. U ayol ishki o'rim chechini kesib, qiziga tutqizib, "Qizim, bu chashni onamning tuprog'iga ko'mib qo'ygan. Men onamning yenida yotgandek, vatanda yotgandek bo'lay", debdi. O'ylab baqa, sizlar nima degan baxtlik? Sizlar o'z vataninglarning xushalligiga jo'r bo'la olasizlar. Balki xopliqimi ko'zinglarga ko'rinmaydi do'stim. Zulfiyaninki yuqorqi gaplardan biz boyiningizga deyishayotgan nurg'un gaplar hal bo'ladi ekan. 30-yillarda chiqib, keyin vatan urushi qatnashib, undan keyin yana Sovet ittifoqi bilan hukumatimizningki munosabati sal jiriklashib, chegirta qilib 20 yildan keyin bular qaytadan chegirtadan kirib, o'zininki vatanga bo'lgan tashnaligini qondirdi ekan. Endi mushta bo'lganda mushu siz yaratgan asarda yaratgan bir qism personajlarningki reallikda prototipi bada qiladi. Bo'lgandami yana kelib, hal cho'nqur bada qiladi-da. Mushaqda yaqchan ko'rmanlarmi qiziqish kerak. Sizning bir yurak so'zlaringizni anglab baqsan. Bu asarlarning hammasining prototipi bor. Yigitmi bati, Zuhrami bati. Men bak arzu qilgandim shu romanim chiqishi. Shular bir ko'rgan bo'lsa degan amaliyotda Almas bilan Reyhan tugab ketdi.
Endi hozir bir qağını Zülfiye. Zülfiye bada. Zülfiye ba. Zülfiye eğer bu kitabını okusa, kelse, intayın hoşup gidiyor. O menin uyumga nurgun bir dostunu başlap keptiken. Bir keçi yığılap şundak sözledi. Kaçan ketdik ya? 3-4 yıl burun kelgen. Demek o kız hazır Taşkent'te mi? Taşkent'te ba. Şu 20 neçe yıl, 30 yıl aşağıda balısını çoğun kılıp, şunçilek çoğun boğuca yoldaşını körem degen. Onu intayın yakşı gördü. Almasını. Yalmasını yakşı gördü. O şunçilek arzu kılıdı. Lekin vatan kelgen vaqtida o vatan tuprağıdan besip uçtum ketdi. Men vatanim keldim, yoldaşımni ko'rdigan boldim, balarimni ko'rdigan boldim. Dep shunda xo'shal bo'ldi. Biroq ahvol oson bo'lmadi-da. Lekin nurg'un ko'ngilsizlik bo'ldi. Yana oxiri men olmasni ashuni qishiq arabdim. Chunki buni söygen, tunji söygen qizi. 30 yil buning dardini tatgan ayol. Shuning uchun cho'qim oldiga berish kerak deb bir almas uzugini ko'tarib, ashaga berib, doktorxonada yotgan ayolni yo'qlab qo'ydi. Yani bir tek sizge deydiğim Svetlana bilen Cöret'nin muhabbetini yazdım. Minister boğan kızın dadısı bu nesini naçırayla kalkıldı. Uygurlarına aitti. İtikatcan, özünün turmuş adeti bağ, yaxşı millet. Bizdeki doğru kemmeyse balam onun kadesi. Onu mu de? Dike işkisi yığılaştı, ahir olmay ketken Moskva'ya kendinden evet deyip, İşkisini bir karlık keçti, muradığı yettizip, yığılıtıp, güldürüp. Yana ayrı ettiniz. İşkisi endi toy kıldı. Sen toy kıl. Kaysımız burun toy kılsak, yaxşı görüşümüz, konuğumuz olsun. Ama biz yaşaylı degendir. Neymiş kundak desin? Her bir adam özünün mühabbetini kadirleş gerek. Ama turmuş, reallık çökmesi bulmaydı. Yiyicilerim şundak davamlaşıp geldi. En ahir özem mi hoş buldum. Çünkü bunlar hemisi qandaqligim bo'lmasin bir güzel turmuşga ega bo'ldi deb o'zim xush bo'ldim. Vatan Sevgisi nomli roman shu vatanparvarlikka yangitilgan bir kuy, bir melodiya bo'lish bilan uning cho'qim tarbiya ahamiyatiga olgan nuqtalar bor. Siz undaqda shu Vatan Sevgisi nomli romanning tarbiya ahamiyatini nima deb qaraysiz? Endi hozirgi yoshlarımızda chetga cho'qinish ideyasi kuchli bo'layotgan shunday bir davrda bundaq asarlarning vujudga kelishi zo'r ahamiyatga ega deb qarayman. Endi u kishining yurtidagi asoyishlik, esil turmush degan bu odamga o'tkinchi emas. Endi bizning ko'nlarimizda o'z uyingning xo'shligi, putqo'lingning bo'shligi deydigan gap bor. Demak, vatan xuddi uyga o'xshaydi. Har qanday odam o'zining uyida erkin yura oladi, ozod yurdi, degan qığın bo'lalaydi. Shuningga o'xshash, ona vatan, ona tuproqda odam haqiqiy ko'klay oladi. Xuddi yurt qo'g'disang, o'sarsan, qo'g'dimsang, o'charsan degan gapga o'xshash, har qanday odam o'zininki tug'ilgan makoni, yurtiga, vataniga butun muhabbatini beg'ishlasa, ondan o'zininki shu fidokorligini ko'rsatsa, ana shu zaminda o'zining hurmatini tapalaydı. Adamiylik qiymatini tapalaydı. Şoňa muшу nuqtalardan qaraganda bu asarninki vujudga kelishi, hozirgi yoshlarimizningki milliy ro'yini, an'anaga varislik qilish ro'yini va davr ro'yini o'stirishiga alohida tarbiya ahamiyati bor. Kitob ilm fanning, madaniyatning, tarixning xazinasi. Kitob har bir shaxsning ma'naviy fondi ve manevi kamalat guvahnamesi. Kitap bilen ötken hayat gülistandır. Kitapsız ötken hayat zimistandır. Kadirli görmen dostlar, bugünkü sohbetimiz müşahit ahırlaştı. Hayır hoş, kelerek san programımızda görüşeyle, aman bolunlar.